Farg'onalik o'quvchi tarixiy badiiy asar muallifi bo'ldi. Uchko'prik tumani 26-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11-sinf o'quvchisi Shukrullo Ismoilov Xo'qand Latif saltanati nomli tarixiy kitobni nashrdan chiqardi. Endigina 17 yoshni qarshilayotgan yosh ijodkorning ilk kitob taqdimoti o'zi tahsil olayotgan maktabda o'tkazildi. Bugungi asari ham tarixchi sifatida, ham rahbar sifatida to'liq o'qib chiqib, juda ham xursand bo'ldim. Tarbiyaviy ahamiyati nihoyatda katta bu asarni. Har bir o'qigan kitobxon o'ziga Qo'qon xonligimiz haqidagi siyosiy jarayonlar, u yerda yaratilgan muhit, shu tahlikali davr bo'lishiga qaramasdan Qo'qon xonliklarini, malikalarini, adabiyotga, san'atga bo'lgan qiziqishlari haqida yozilgan. Men barcha yurtdoshlarimizga, kitobsevar do'stlarimizga albatta bu asarni o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Taqdimot marosimida Xo'qand Latif saltanati asari mazmuni, kitob yaratilish tarixi bo'yicha kitob muallifi tomonidan yig'ilganlarga keng ma'lumotlar berildi. Yangi asardan parcha, shuningdek, aynan yosh ijodkor qalamiga mansub she'rlar tadbirning asosiy qismida o'quvchilar tomonidan ijro etildi. Shahlo ko'zli malak misolidaydi. Ne desang roziman, haqlisan mayli. Uchrashur ko'tarmas zamona zayli. Ishon, menga sensiz yashamoq og'ir. Yashadim ismingni pinhona aytib. Sen zuhrosini kuttirgan tohir, masofalar olis borolmam deydi. Tushun, menga sensiz yashamoq og'ir. Shukrullohni tarixiy bilimlari yana bir bor mana shu kitobda o'z aksini topgan. Buni o'qib chiqdim, juda ham ta'sirli. Tarixiy asar yozish uchun o'quvchi birinchi o'rinda tarixni mukammal bilishi kerak. Bundagi asosiy sanalar, asosiy voqealar uydirma yoki bo'rttirma emas, haqiqiy tarixga bog'langan. Bu asar tarixiy badiiy janrda yozilgan bo'lib, Qo'qon xonligi tarixiga bag'ishlanadi. Bu asarni yozishimdan asosiy maqsadim Qo'qon xonligimiz tarixini keng o'quvchilar ommasi uchun ochib berish. Shu o'rinda ma'lumot o'rni ta'kidlash joizki, Xo'qand Latif saltanati aynan uchko'priklik 17 yoshli ijodkor tomonidan yozilgan tarixiy kitobning elektron shakli ham shu kunlarda tayyorlanmoqda. Albatta, u ham kitobxonlarga eng qulay usullarda yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Biz esa yosh ijodkor Shukrullo Ismoilovning kelgusi o'qishi va ijodiga zafarlar tilaymiz.